Bugun ikkinchi mashq to'g'risida gaplashamiz. Ikkinchi mashqimiz piyodalar o'tish joyiga to'xtash mashqi. Ko'ramiz. O'quvchilar harakat vaqtida transport vositasini to'xtash chizig'iga 1 metrdan kam qoldirib to'xtashlari kerak. Agar to'xtash chizig'ini bosib to'xtashsa yoki to'xtash chizig'idan uzoqroqqa to'xtashsa, ularga albatta jarima bali yoziladi. Bu esa imtihondan yiqilishga sabab bo'ladi. To'xtash chizig'iga 1 metrdan kam qoldirib to'xtash uchun haydovchi bu chiziqni hisobini olish kerak. Buni o'rgatamiz. Haydovchi buning uchun orqani ko'rsatuvchi yon ko'zguning ostki qismidan to'xtash chizig'i ko'rinishi bilan transport vositasini to'xtatishi kerak. Mashqimiz xatosiz bajarilishi uchun transport vositasi ushbu joyda 5 sekund turishi kerak. 5 sekund turgandan so'ng 3-mashq tomon harakatni davom ettiramiz.